Mana Galishten sigirimiz buqaga kelgan ekan. Hozir bunga urib qo'ygani keldik. Galishten sigiriga belgiyskiy blue urug'idan qo'yyapmiz. Duyarimiz bilan kelamiz. Termostat urug'da 38 gradusda eritib beradi. Buning ichida hozir urug' bor. Bu sigirimizga belgiyskiy blue urug' qo'yamiz. Sizlarda ham sigiringlar bo'lsa, aytgan urug'lardan qo'yib beramiz. Urug'imiz Chexiyadan keladi, sifatli urug'lar. Xohlasanglar Simmental, Angus, Shved tozasi 2 xil, 3 xil turi bor Shvedni. Xohlagan urug'lardan qo'yib beramiz. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa, Jalaquduq, bu yog'i Suntalobod, Xonobod, Darda dehqonchilik bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Andijon viloyati bo'yicha desak ulgurmay qolyapmiz. Shu aytib o'tilgan joylar bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Urug'larimiz sifatli, Yevropadan kelgan. Bemalol aloqaga chiqarasiz, lekin menga nomerlar qo'yib ketamiz. Buqaga kelgan mollarni mana shunaqa silizi oqish kerak. Shu paytda qo'yilsa, ushlash foizi 90% bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa bu sigirimizga belgiyskiy bluesdan qo'ydik. O'jar sigir ekan.